Tılsımlar dünyasida nur quchgan alim Rishad Abbas. Adabiy axborot. Avtori Qaysar Mejid. 7. 1994-yili sentyabrda u oilasi bilan Kolumbus shahridan Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi havo armiya bazasi joylashgan o'rin Dayton shahriga ko'chib keldi. Rishad Abbas bu Amerika havo armiyasining eng cho'ng tadqiqot o'rni bo'lgan Armstrong tajribaxonasining zaharlik moddalar bo'limida postdoktor salohiyati bilan tadqiqotga kirishdi. Hamda 8 kishilik havo armiyasining texnik xodimlaridan tashkil topgan tadqiqot guruhining boshlig'i bo'lib tayinlandi. Bu qitim uning loyilishi va yetakchiligida ishlanmoqchi bo'lgan tadqiqot temasi mundaq savolga javob tepish edi. Trichloroethylene TCE bir xil suyuqlik bo'lib, u havo armiyasida aeroplanlarni yuyishda ko'p ishlatiladi. Ammo bundaq qilishga nisbatan havo armiya sog'liqni saqlash va muhitni asrash tarmoqidagilar norozi edi. Chunki ular TCE'ni ko'p ishlatganda bu suyuqlik aeroplan yuydigan xodimlarni zaharlab qolmasdan balki yana tuproqqa singib, yer osti orqali ichadigan suvni bulg'ab, shu rayondagi hamma odamning salomatligiga tahdid elib keladi. Agar tadbir qo'llanilmasa, buning og'ir holda iqtisodiy va ijtimoiy oqibati va qonuniy javobgarligi bo'ladi deb qarab, andish qilayotgan edi. Demak, bu xil qarashning to'g'ri yoki emasligini jiddiy holda isbotlab chiqish zarur bo'lib, mubodo TCE'ning ziyonli ta'siri haqiqatan zo'r bo'lsa, bu haqda mudofaa xarakterlik tadbir qo'llanish lozim bo'lib qolmay, balki hammadan bosh qotirdig'ini shu rayonning tabiiy muhitiga nisbatan tozalash ilib berishi. Buning uchun havo armiyasi necha $100 million pul xarjlashi kerak edi. Agar TCE'ni ishlatishning hech qanday xatiri bo'lmasa, yoki bo'lgan taqdirdami nazarga ilmog'idek bo'lsa, TCE'ni ishlatishga qarshi chiqqanlarni ilmiy paket bilan qoyil qilg'il bo'ladi. Havo armiya qo'mondonlik shtabidan zaharshunoslik bo'limiga buyruq keldi. Tadqiqot natijasini cho'qim 30 oy ichida yo'llab bo'lish shart. Rishad o'zining zimmasiga tushgan yukning og'irligini zaharlik moddalar bo'limining boshlig'i General Leynand Fisherning tadqiqotni boshlash oldidagi jiddiylik chiqib turgan chiroyidan bildi. U tabiiy holda Rishadga yuzlandi. Siz bosh bo'lib elib bormoqchi bo'lgan bu tadqiqot temasi mayli muhit, kishilarning salomatligi jihatdan bo'lsin va yoki iqtisodiy jihatdan bo'lsin, biz uchun intayin muhim. Biz sizning vaqt cheki bo'lgan bu ishni g'albilik holda degan muhlatda tamomlashingizni umid qilamiz. Barliq tirishchanligimni ko'rsataman, dedi u generalga javoban. U yana jafoliq tadqiqotini boshladi. Rishad doktorlik dissertatsiyasi uchun tadqiqot elib borganda aqliy va jismoniy jihatdan qanday tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa, bu qitimmi shundoq g'oyat zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Lekin bu qitimqi tajriba hayvonotlarda emas,
balki yana odamlardimi elib berildigan bo'lib, sezgirlik darajasi yuqori bo'lganligi uchun ehtiyot qilishga to'g'ri keladi. Bu uningga ro'yi besim elib keldi. Chunki bu temaning bosh tadqiqotchisi bo'lish sifati bilan butun tajriba faoliyatlari uning degini bo'yicha bo'ladi. Shundaqla mubodo tadqiqotda masala ko'rilsa, ya'ni tajribaga ixtiyoriy qatnashgan obyektning birarsida salomatlik jihatda chatoq chiqib qolsa, uning ustiga keladigan mas'uliyatmi yuqori bo'ladi. Gerçi besim his qilsimi, Rishad bu haqda g'am yeb dakki-dukkida bo'lib ketmadi. Chunki bundaq qilish uning xarakteriga yot edi. U bu ishning inchga va astoydillikni talab qildiganligini, talash tortish ustidagi masalani aniqlab chiqish uchun hammadan muhimi ilmiy faraz va bir yurish unumlik tadqiqot metodi kerak ekanligini nihoyatda tezla tonib yetdi. U vazifa topshirib olgan kundan e'tiboran jafo mushaqqatlik izlanishlar bosqichida yana nurg'un kunlar, haftalar, oylarni o'tkazdi. Boshqalar oilalar bilan sayohatlarga chiqsa, u tajribaxonada tajriba ishlaydi. Boshqalar hafta oxirlari do'st og'inlari bilan o'ltirish kechiliklarda hozirlansa, Rishad kitob ko'radi, izlanadi, o'ylanadi. Boshqalar kino ko'rgan, bozor aylangan vaqtlarda Rishad kitobxona, kutubxonalarda material ko'radi. Texi 6 oyga to'shmagan o'g'li tilmonga qaraydigan, o'ynatadigan yoki o'g'lining tatlı qiliqlaridan lazzatlanadiganmi vaqti yo'q edi. Mehnatsiz hozir bo'lmas, to'kkan tar bekorga ketmas degandek, ana shundoq tirishchanlik ko'rsatish natijasida oxiri bu tadqiqotni qandoq ishlab natija yoritishning asosini izlab topdi. Dar haqiqat Professor Hayton Rishadni bu yerga bilib ko'rsatgan ekan. Dastlabki izlanishlardan keyin Rishad shuni ko'rib yetdiki, bu tadqiqotni ishlashda odam badanining fiziologiyalik qurilmasi asosida farmakokinetiklik modelini tuzib chiqqanda odam badanining TCE'ga qarta inkasini nihoyatda yaxshi tushungili va masalaning tugunini yashkili bo'ladi ekan. 8 odamning jiddiy ham jafoliq ishlash natijasida asli 30 oy ichida puturlib bo'lish muhlati berilgan bu tema 20 oy ichida tamom bo'ldi. Tadqiqot natijasi ko'rsatdiki, havo armiyasida ishlatiladigan suyuqlik TCE'ning odam badaniga va muhitga bo'lgan ziyonli roli arzimas ekan. U bu tadqiqot natijasini 3 parcha maqola qilib yezib chiqib, zaharshunoslik va ilmiy ishlatiladigan dorigarlik, zaharshunoslik qatorliq jurnallarda e'lon qilib, jamoatchilik bilan yuz ko'rishtirdi. Go'yo uning shuncha uzun yillardan buyon chekkan riyozatlarini, to'kkan terini samoviy axtarlar ko'rib, ajringa loyiq iltifot ko'rishing lozim degandek, bu tadqiqotning zo'r natijasi uningga orqa-orqadan shon-sharaflarni elib keldi. 1996-yili mayda Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Havo armiyasi qo'mondonlik shtabi tarafidan fan texnika muvaffaqiyatlari mukofotiga va 1996-yil noyabrda ilmiy muvaffaqiyatlar mukofotiga erishdi. Rishad Abbosning
bu tədqiqat nəticəsi toğrusida yazğan ilmiy maqalası 1999 yılı Səhərşünaslıq ilmiy cəmiyyəti tərəfindən xeyim xətərini mölçərləş sahəsidəki ən yaxşı əsər olub bahalandı.